Apa chiroyli. Qani apa chiroyli? Ketdi. Xayrli kun, qizlarjonlar qalaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Jahl qilma. Jahl deydi. Jahl chiqdimi? Kimni jahli chiqdi? Dadachi. Dadan jahl chiqmadi-ku. Dada jahl qilmaydi-ku. Kimni jahli chiqdi? Sana jahl. Sani degani mani deganida. Sani jahling chiqdimi deyman-da men. Bugun shu jahl chiqishni o'rgangan bu. Qizlarjonlar, biz hozir bozorga keldik. Men ham kirishim kerak edi. Keyin Nurbekka qarasam, Nurbek o'tiribdimdek qilibdi. Sanjargim kirmaysizlarmi deydi. Yo'q, kirmaymiz dedim. Nurbek dedim, uxlamoqchi-ku dedim. Uxlaymiz biz shu yerda dedim. Bolang bo'lgandan keyin nima rejalaring atmay bo'lib ketaverar ekanda hayotda. Ana kuni ham bunday bo'ldi. Reja qildik-da. Ko'chaga chiqdik. Bir nimalar qilgani chiqdik. Keyin Nurbek, baby bo kiyib olgan-ku debman-da men. Nurbekka kiyim olmabman-da. Har doim kiyim olardim ko'chaga chiqishda. Keyin sal mazasi yo'q edi. Keyin banan beruvdim yo'lda, qustida. Kiyimi ho'l bo'ldi. Jahl deydi, jahl deydi. Jahling chiqyapti, chiqmasin jahling, hali yoshsan bola. Keyin kiyimi ho'l bo'ldi. Ho'l bo'lmadi, oyog'i, ishtoni ho'l bo'ldi sal baribir. Keyin choyxonaga kirdik, ovqatlandik. Keyin shu bilan uyga kiramiz dedik-da. Uyga kirib yana ana debdi-da, gashok debdi Nurbek, gashok debdi. Gashokka o'tiradi-da. Mana siymoqchi bo'lsa, bebiboga siyoradi, lekin kattaroq hojat bo'lsa, faqat gashokka o'tiradi-da Nurbek. Shuning uchun gashok dedi. Xo'p dedim. Uyga borib kiyimlar olamiz Nurbekda dedim. Gashokka o'tkazamiz, keyin chiqamiz dedim-da. Keyin uyga bordik. Shunda yetib bordik. Nurbek uxlab qolganda mashinada. Uxlab qolgan. Ne qaradimda, endi dedim o'zingiz ketaverasiz, bizni tashib dedim Sanjar akamga. Nurbek ko'tarib kravatga yotqizdi. Sanjar akam keyin kutib yotdi bizda. Siz ketavering debman. Ha deb qo'yibdi, bilyapman-da, meni kutyapti. Nurbek uyg'onib qolsa, hozir ketamiz deb kutyapti-da Sanjar akam. Siz ketavering dedim. Keyin turmaydi endi shu bilan Nurbek dedim-da. 2 soat uxlaydi shunday dedim. Shu bilan shu bilan anaqa bo'ldi. Rejalar atmen bo'ldi. Sanjar akam o'zi ketdi. Nimalar olish kerak edi? Senga shaharda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rsatmoqchi edim dedi-da Sanjar akam. Biz qoloqlashib o'tiraveramiz uyda dedim keyin. Shart emas bizga bir nimalarni ko'rishimiz dedim keyin. Shunaqada ana qoloqlashib uyda qolib ketyapman. Bilmayman nima bo'lyapti. Elementarni uyimiz oldida nima bo'layotganini bilmayman-da hozir. Oldimizda ana bu Chevroletni saloni bor. Salonni oldiga BYD'ni salonini rejalashtirilyapti deb katta naqalar osib qo'yganda, reklamalar boya yopib qo'yadi-ku, qurilish ketadi deb. Shunaqa qilib qo'ygan, hali qurilish bo'lmagandi. O'sha kuni bunday chiqdim-ku ko'chaga. Yaxshi ham mashin bor edi. Ne deyman? Maytda deyman, BYD'lar qurilib ketgan, xabarim yo'q. Men uyda o'tirib deyman-da o'zimcha. Уже установкалari bo'lganda BYD'ni. Nima temir qilib asoslarini, fundamentlar polni qilib уже ko'tarib tashaganda BYD'ni. Qurilib ketmagan, lekin polni hammasi tayyor, uni bo'ldi, endi qursa bo'ldi-da.
Ashtan shunaqa narsadan ko'rsataman deb olib chiquvdim-da. Nima kiyim olib chiqmaysan deydi Sanjar aka Nurbek. O'tta. Shunaqa bo'lib qizlarjonlar, mana shunaqa bo'lyapti-da. 30. Nimani o'chiray? Gaplashyapman men. Dugonalarim bilan. Meni bu yerda dugonalarim bor, opalar bor, singillar bor, bolam. Gaplashaman ular bilan. Videoda olaman. Ular ko'rib eshitadi gaplarimni. Dada. Dadaniki. Shunaqa ekanda. Endi bu jarayonlardan meni ko'rib turganlar juda ko'p o'tib ketgan, chunki uje 3-4 ta bolalaring bor, bilaman. 2 ta mendan oldin ona bo'lganlar bor ko'p. Yosh katta yo'llar bor. Menga endi tushyapti-da bular. Mana 1 yosh 7 oylik bo'ldi Nurbek. Lekin katta bo'ldi. Bemalol olib chiqsa bo'ladi. Lekin yaxshi ham moshin bor. Bo'lmasa-da, alam qilgani moshinam bor-da. Hamma sharoit bor. Kolyaskalar olib qo'yganman, прогулочный Nurbekni. Nurbek bilan ko'chaga chiqsam deb, misol uchun. Endi bir nima qilmoqchi bo'lsam, endi bir nima rejalashtirsam, misol uchun och qoladi, ovqat berishim kerak, misol uchun. Sraz ochib emizib ketadigan nima emas-da, uje. Katta bo'lgan, chiqarganman emizishdan. Ovqat berishim kerak, misol uchun. Keyin qarashim kerak, kiyimlarni to'g'rilashim kerak. Uxlaganmi, uxlamaganmi, unisiga qarashim kerak. Ko'p narsasi bor-da bolani. To'g'rilayman, kiyintiraman deyman, orqasidan yuraman, o'zimga qara olmayman. Men bo'yamay yuraman. O'zimga qarash yo'q, sochlarni yuvish yo'q. Shunaqa bo'lyapti-da, misol uchun. Menimcha bunaqa jarayonlarda hamma onalar o'tsa kerak. Mana shu tomonlama ham odam boya depressiyaga tushadi, stress oladi baribir hayotda. Bolam. Shunaqa tomonlari bor ekanda. Uyda o'tiraveramiz, misol uchun. Bolam. Ochay, nimani ochay? Eshikni ochaymi? Ochdik.